yuzingizga bujir-bujir qo'yaveramiz. Siz bilan ham bo'lmaydimi? Ha? Assalomu alaykum. Aka, hozirgi zamonda qizlar bolalarga telefon olib berish kerakmi yoki bolalar qizlarga telefon olib berish kerakmi? Hozirgi zamonda erkak barmi ayol kishini содержать qilish kerak. Assalomu alaykum. Hozirgi kunda qizlar bolalarga telefon olib berish kerakmi yoki bolalar qizlarga telefon olib berish kerakmi? Bizga to'g'ri kelmaydi. Italyanchada bir gap bor. La darasente belle. Insonlarga og'riq beradigan darajada chiroyliman. Sizga savolim bor bitta. Hozirgi kunda qizlar bolalarga telefon olib berish kerakmi yoki bolalar qizlarga telefon olib berish kerakmi? Конечно, bolalar qizlarga. Bolalar yoqimli ishtaha qalisizlar, yaxshimisizlar? Sizlarga savolim bor. Qaranglar. Hozirgi zamonda bolalar qizlarga telefon olib berish kerakmi yoki qizlar bolalarga telefon olib berish kerakmi? Nima deb o'ylaysiz? Bolalar qizlarga olib berish kerak. Siz olib berdingizmi? Yo'q, ayamga olib berdim. Hozirgi zamonda qizlar bolalarga telefon olib berish kerakmi yoki bolalar qizlarga telefon olib berish kerakmi? Nima deb o'ylaysiz? Qara, kameraga olmang. Sizga savolim bor. Hozirgi zamonda qizlar bolalarga telefon olib berish kerakmi yoki bolalar qizlarga telefon olib berish kerakmi? Nima deb o'ylaysiz? Bolalar qizlarga telefon berish kerak. Olib berdingizmi siz? Bitta singlim bor ikkalasiga. O'zim 11-iPhone tutaman, ularda 16 Pro Max, 17 Pro Max hammasi. Sizga savolim bor. Hozirgi zamonda bolalar qizlarga telefon olib berish kerakmi yoki qizlar bolalarga telefon olib berish kerakmi? Nima deb o'ylaysiz? Hamma o'zi uchun yaxshi. А что так можно было, что ли? Lekin mayli, agar nuqsa bolalar qizlarga olib bergan maqulroq. La ты крыса. Qizlar bolalarga telefon olib berish kerakmi yoki bolalar qizlarga telefon olib berish kerakmi? Nima deb o'ylaysiz? Bolalar qizlarga olib berish kerak. Qachon olib berasiz? Kutyapti. Assalomu alaykum. Qarang, hozirgi zamonda qizlar bolalarga telefon olib berish kerakmi yoki bolalar qizlarga telefon olib berish kerakmi? Nima deb o'ylaysiz? Qizlarga olib berish kerak bolalar. Qizim o'shaniki, qizim o'shaniki. Olib ketaversin, bugun olib ketsin. To'yini keyinroq qilib beradi, olib ketaversin. Sizga ham bersam bo'ladimi? Kimning puli ko'pligiga qarab, aka. Videoni o'zingizlar ham ko'rdinglar. Qizlar bolalarga telefon olib bermoqchi bo'lsanglar, Vivo Y04s 6 ga 256 talik, narxi bor yo'g'i 109 ming so'm. Agar bolalar qizlarga telefon olib bermoqchi bo'lsanglar, Honor X9D telefoni 8 ga 256 talik, narxi atiga 239 ming so'm. Bu videoni telefon olib bermoqchi bo'lgan bolalar qizlarga, qizlar bolalarga jo'natib qo'yinglar. Sizlarni do'konimizda kutib qolamiz.